Allo, assalomu alaykum. Olimjon aka bilan bog'landikmi, adashmadikmi? Salomatmisiz, tanijoningiz omonmi? Avvalo tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat opa. Minnatdormiz. Allohimga banda Habibimga ummat bo'lgan kuningiz, qarshi olgan yangi yoshingiz sizga fayz-u barakatlar keltirsin. Rahmat. Tashakkur. Sizni esa ayni damda O'zbekistondan kutilmagan tabriklar loyihasi orqali bezovta qilmoqdamiz. Bilasizmi, bugun bizning loyihamizga erta tongdan aynan sizga atalgan ajoyib tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'ringchi, kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Qalbidagi jami ezgu tilaklarni siz uchun yo'llab qolganlar. Uydagilarim bo'lsa kerak. Hozir to'g'risi Moskvadan uxlayotganda hozir oldim. Ushbu tabriknomamiz otajoningiz Xolmirza akamiz, onajoningiz Xosiyatxon opamiz, o'g'lingiz Shahzodjon, qizingiz Madinaxon, Biloljon, barcha yaqinlaringiz nomidan ayolingiz Shahnoza opamiz tomonidan yo'llangan. Rahmat. Umr yo'ldoshim bo'ladi, juda ham samimiy, ochiq ko'ngil, mehribon inson. Ilohim kulgan yuzlari g'amni, ko'zlari namni aslo ko'rmasin. Butun dunyoning sabr bardoshini, mehr muhabbatini ko'tarib yura oladigan savlatli inson deya sizni ta'riflaganlar. Ayolingizni sizga atalgan tabrik maktublarini o'qib eshittirsam, bizni tinglab tura olasiz-a? Minnatdormiz. Unda biz boshladik, diqqat qilasiz. Duolarga ochiq kaftlarni, sizga tilab tillo taxtlarni, yaratgandan so'rab baxtlarni, bugungi kun sabab qalbingiz to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, biz uchun jon qadar aziz bo'lganimiz, mehribonim, umr yo'ldoshim. Sog' salomatmisiz? Avvalo bugungi go'zal ayyom, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Qarshi olgan yoshingizga yana ko'p bor yoshlar qo'shilsin. Har bironi go'zal xotiralarga, unutilmas onlarga boy bo'lgan, fayzli, barakatli, omadli yoshlar bo'lsin. Ummat bo'lgan kuningizda ezgu tilaklar sizga hamroh bo'lishini tilab qolaman. Men siz tufayli rafiqalik, onalik baxtini ekanligini his qildim. Menga suyanch, himoyachi bo'lgan umr yo'ldoshim, boringizga shukr. Shu darajaga yetingki, muhtojlarga uylar tarqating. Berguvchi qo'llardan, saxiy boylardan bo'lishlikni Robbimdan siz uchun so'rab qolaman. Menga vafodor umr yo'ldosh, farzandlarimiz uchun eng mehribon, g'amxo'r ota bo'lganingiz uchun tashakkur. Eng baxtli kunlar, unutilmas onlar uchun rahmat. Ota-onamizning hoji ota, hojona bo'lishlariga sababchi bo'lishlikni Robbimning o'zi sizga nasib ro'za aylasin. Bu dunyoda ko'rganlaringiz faqat yaxshi kunlardan iborat bo'lsin. Bizlar uchun qilayotgan mehnatlaringizni mukofotini Robbim ziyodasi ila bersin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman sultonim. Tavallud kuningiz muborak.